Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli tajriba qilishni boshlaymiz. Demak, nima qilamiz? Bunday o'ynasak nima qilmaydi? Fokusmi? Sizlarga yana fokuslar ko'rsatishni boshlaymiz. Bizning asosiy fokusimiz bunday emas. Hozir mana bu apelsinning andosi bilan nima qilishimiz kerak? Yo'q. Portlab ketadi. Yo'q. Nasıl korkasan? Demak, Hadi. Bu yomonlik. Yo'q. Havoda. Havo üst. sizlar ham qilib ko'rmaysizlarmi? Yo'q, men qo'rqaman. Men qilaman. Taqib ko'ring. Unda. Taqib ko'ring. Odamga qaramasdan juda ham ehtiyot qilish kerak. Mana bu demak yonmaydigan materialdan qilib Qo'shyapti. Boya havos. Voy. Menga beylar. Demak, buni ham bajarib ko'rganimizda juda ham nima bo'lishimiz kerak, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xuddi nima uchun bu yonganini biz keyingi tajribalar orqali nima qilamiz? Boshqa tajribani ko'rib chiqamiz. Bolajonlar bilan xayrlashamiz.